Nima men hammangni bitta-bitta uyg'otishim kerak? Men maktabga kech qolasan, tur kuchak. Ragatga. Mana ko'r. Pichoq qani pichoq? Bitta-bitta ye, shu seniki hech kim yemaydi shuni. Ana shu yerda menga Qo'lingni kesadi hozir pichoq. Quvnoqdagi paraxodining kema jurnali 5-fevral. Choyingni chiqarmang. To'kin ey. To'kasan hozir. To'kildi. Bolam, ol-ye. Qornim to'q dedim-ku. Qo'shnidan bir sochiqcha olib keldi. O'zimizda ham bor-ku. Olib kelib qo'yda shuni bo'lmasa. Men nima qildim? Menga oqqaz baqarasiz. To'kiladi. To'kilma. Maktabga kech qolyapmiz. Ming marta aytaman, maktabga kiyadigan formangni dasturxon boshiga kiymadi bu palazga. Men toza bo'ldi, kiy tez-tez bo'l. Men bo'ldim, bitta tugmachasi ortiqcha ekan ona. Qani shohruxlikka o'xshadimmi? Men mana bostirib kiyib yurgin. Tushundingmi? Shamollasang qo'llariga pul yo'q. Tezlashlaring. Ey, labingni o'chiray. O'laysan. Shu narsa surmadim, o'zi shunaqa. Ma, ustoz remont pulini ham olib ketayaptilar. Chop, ertaga olasan. Uydan nashatni olib chiqdim, maktabga borib maqtan ichamiz. Menga ham berasan ketdik-a. Qara, puling ko'paytirib bering. Mana 2 ta olib, mana 3 ta berdim. Aldama. Yoshlik sani o'ylamagankan. Assalomu alaykum. Uzr, ozroq kuttirib qo'ydim. Yaxshi keldingizmi? Voy, men yigitlar bilan qo'l berib ko'rishmayman. Ha. Men qancha kutishim kerak sizni? Boydan beri kuttiribman u. Normalni ko'rishga. Qichu? Voy, Ha? mushuk bor ekan, men qo'rqaman hayvonlardan. O'zingni bosga. Men hozir bashtaringni yo'raman. Ma. Shuni tushiraveraymi? Hozir mana. Ha, shuni tushiraveraymi? Aha. Normalni to'g'ri. Ey! Nima qilish kerak? Tolmanitga. Ey! Al, rasmga. Gul tergim kelyapti. Boring, kelmaysizmi? Tabiat qonuni endi. Buni gapirmang. 2000 bering, 2000 kirib chiqay. Ertalabda bir 2000 dan 3 marta berdim Shahlo. Ertalabdan beri ovqatlantirmay faqat suv berganingizdagi shunday bo'ladi-da. Bering 2000, boring. Boring. Ko'zingga qarab berdim, men qismini durib tursam. Bo'ldi, urishmanglar, unaqa qilmanglar. Voy, qo'lingni shilyapti. Ko'zingga qarab yur, bodringga loz yigitimga aytaman, bitta urab jang chiqarib qo'y, tushundingmi? Shahlo, men urushmayman, senga dur turgani yo'q, nima qilyapsan? Bitta suqni ajratib olaman. Ichga kompot aytaylik. Balandroq gapiravering. Odam ko'p ekanda xijolat bo'laman. Xijolat. O'yli odamlar qarayapti, ichiga qolmadi uni. Yo'q, ichida bor buni hozir. Chiqar. Ana aytdim-ku. Molmi bu? Mana bu mashinachi nech pul ekan? Ha, nevaralaganmi xola? Qanaqa nevara? Qanaqa xola? Mana bu qiz bilan tengdoshman, ovsini bo'ladi. Nimaga aytmayapsiz? Biz tengdoshmiz. Kelyapsan, mashining boshingdan qolsin. Yuring. Singlim yordam bersangiz bo'lmaydimi? Onangiz qiynalib terib o'tiribdilar. Qanaqa onasi? Mani bolam bo'lmas, mani 2 yosh bolam bor kelyapsan. Gaping qursin, biz ovsin, biz eting. Biz ovsinmiz, tengdoshmiz. Ayoshingiz kattaga o'xshaykanda. Nima? Assalomu alaykum. Nima zakaz berasizlar? Bizga bitta muzdek kompot olib keling. Ammamlarga muzdaylik qilmaydimi? Issiq javobga beraymi yo? Qanaqa amma? Kalboshingga sani ovsin bo'lamiz, biz ovsin. Nima deydi? Eting ovsin nimanda? Ovsin. Bor boshqa ofitsiant chaqir. Boshqa ofitsiant so'rabsizlar, nima buyurtma berasizlar? Bizga 1 kilo baliq olib keling. Xo'p bo'ladi, qizingizga nima bering? Qanaqa qizim? Bu ovsinim. Menga qara, hisob topki, turing ketamiz, bo'ldimi? Turing ketamiz. Voy, ovsin, kunimiz bugun shunaqa zo'r o'tdi. Shunaqa siz bilan mazza qildim. Umuman mazza qilganim yo'q sen bilan. Hamma bilan kelishib qo'yganingni bilib turibman. Parkdagilar bilan ham ustimdan kulgansizlar, birga kulgansizlar. Men hamma ikkinchi ko'zimga ko'rma, kelayapsan. Men hammadan tabiiy chiroyliman. Qaniysiz, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sovqat qolmadingizmi? Yo'q, sovqatdan men gajirib olaman men. Yuring, unda sizga bitta kurtka olamiz. Yo'q, kerak emas. Olam go'zal, odamlar go'zal, oq kiyingan odamlar go'zal, olam go'zal, odamlar go'zal. Qaydasiz? Juvonib qoldim men. Ikkita chiroyli kiyingan qizni oldida turibman. Yosh qari, zamon go'zal. O'tkir aka. Men bu sovg'a sizga. 16 mi? Qaydan oldingiz?
Faqat hech kim bilmasin. Sir bo'lib qolsin. Xo'p? Ertaga ko'rishamiz. Bu qiz nimadir chipsi bor. Agar menga o'xshagan bolalarga betiblar patxalni qilmaydi. Ana turgan boshlarni ko'ryapsizmi? Ha? O'sha boshda sizga. Nima qilgan xizmatlarim, ha? Yo'q, bu shunchaki. Faqat hech kim bilmasin. Sir bo'lib qolsin. Xo'p? Qorningiz ochmi? Ha, och. Yuring, ovqatlanamiz. Bekara bu meni abis pichkina qilmayapti-da. Xullas sizga bitta zo'r sovg'am bor. Mana bu uy sizga. Qaydan oldingiz bu uyni? Bu zamin qurilishni rohat rezidens loyihasidan. Zamin qurilish? Muncha pulni qaydan oldingiz? Qimmat emas, boshiga $6000 to'ladim. Qolganini 48 oy bo'lib to'layman. Eng qizig'i 9 qavatli mana shu yil oxirida topshiriladi. Rostini shu uyni menga beraverasizmi? Faqat hech kim bilmasin, sir bo'lib qolsin, xo'p? O'tkir aka, ushlang. Muncha shirin bolacha bu kimniki? Bu sizni bolangiz. Faqat hech kim bilmasin, sir bo'lib qolsin, xo'p? Qanday bitta bola sir bo'lib qoladi? Bu men sizga hech narsa qilganim yo'q-ku. Endi bolangiz, bu yemayman ham deydi hal. Bolangiz ong.